Mashinani to'xtating. To'xtang. To'xtang. Mashinani to'xtating. Janob Arvi, nima bo'ldi? Mumbayga borishim kerak. Rafiqam, oilamdagilar meni kutib o'tirishgandir. Iltimos, uyimga eltib qo'ying. Albatta, men ham Mumbayga ketayotgandim. Mashinaga o'tiring. Rahmat. To'xtang, to'xtang. Qo'yib yuboring. Inspektor sohib, gapimga quloq soling. Opamni qo'yib yuboring. U Amba va Khela, meni opam. Kaylash va Khelaning rafiqasi, mashhur ishbilarmon Arvin onasi. Xo'sh, Xo'sh, inspektor, ular juda ham e'tiborli, hurmatli odamlar. Kelinlarga qo'l ko'tarib, nomlariga dog' tushirishdan ularga nima naf? Mantiqan o'ylab ko'ring, inspektor sohib. mantiqqa emas, qonunga asosan o'ylaymiz, Patel. Hibsga olinganlarni kameraga qama. Qo'yib yubor. Inspektor, menga qarang. Hech qanday aybimiz yo'q. Nega qamayapsiz bizni? Jim bo'l. Sizga qarshi shikoyat arizasi bor. Patel, olib ket ularni. Inspektor, bizga tuhmat qilishyapti. Kimningdir gaplariga ishonib bizni qamashga haqqingiz yo'q. Hech qanday jinoyat qilmaganmiz. Politsiya dalillarga tayanib ish ko'radi. Bizni aybimiz yo'q. Inspektor sohib, gaplarimizga nega ishonmayapsiz? Kelinimizga hech qachon qo'l ko'tarmaganmiz. O'g'lim Arvini yaxshi bilasiz, shundaymi? Nomaqbul harakatlar bilan obro'yimizga putur yetkazmasak kerak. Iltimos, kelinimiz Ishaniga qo'ng'iroq qiling. Unga hech qachon qo'l ko'tarmaganimizni o'zi aytadi. Bir marta qo'ng'iroq qilib ko'ring. Bir martagina. Agar u chindan ham urushgan desa, kameraga o'zimiz kiramiz. Iltimos, o'tinaman sohib. Bir marta qo'ng'iroq qilib ko'ring. 1 daqiqa. Keliningiz telefonini ko'tarmayapti. Aynan shundan qo'rqib turgandim. Ishani haqiqatni aytib qo'ymasin deb uni gumdon qilishgan, inspektor sohib. Shoshmang. 1 daqiqa. Yo qayergadir yashirishgan, yo o'ldirishgan. Yo xudoyim, o'ldirishgan bo'lsa-chi, inspektor sohib. Ulardan har baloni kutsa bo'ladi. Endi nima qilamiz? Bechora nevaram hozir qayerda? Qay ahvolda ekan? Ularni so'roq qiling. Ishani qayerdaligini so'rang. Nima? Aybimiz kambag'alligimizdami? Badavlat kishilar pulni zo'ri bilan har ishga qodirlar. Ammo qonun, adolat o'rnatishiga ishonaman. Biz bechoralarga yordam bering. Nevaramni zolimlardan xalos eting. Inspektor sohib, bizga yordam bering. Ularni kameraga qamang. Haqiqatni aytmaguncha so'roq qiling. Inspektor, Yolg'on gapiryapti. Bizni qamashga haqqingiz yo'q. Bizni qo'yib yuboring. Bizni aybimiz yo'q. Parol, tezroq Ranvirga qo'ng'iroq qil. Tushunmayapman. Nega tusha olmaysan? Yana qo'ng'iroq qil. Ishaniga qo'ng'iroq qilishim kerak. Telefonim. Telefoningizni berib tura olasizmi? Albatta, marhamat. Rahmat. Ishani telefonni nega ko'tarmayapti? Yaqindagina men bilan gaplashayotgandi-ku.
Tinchlikmikin? Uydagilar ham telefonni olishmayapti. Ishani ham. Kimga qo'ng'iroq qilsam ekan? Parul. Parulga qo'ng'iroq qilaman. Band. Yana kimga qilishim mumkin? Ranvir. Sohib, suv iching. Yo'q. Nima bo'ldi sohib? Tobingiz yo'qmi? Shifokorga qo'ng'iroq qilaymi? Yo'q, kerak emas. Boraver, bor. Kızım. Ritika kızım. Dada! Dada! Yaxshimisiz, dada? O'tiring. Yaxshiman, yaxshiman. Qayerga ketib qolding? Sendan xavotir oldim. Otangman qizim. Riya Play platformasi gaplarni menga sizni aytishing kino kerak. olamiga taklif etadi. Hech nima demay ketib qopsan. Kechiring, dada. Biroz yolg'iz qolmoqchi edim. O'zimni juda ham yomon his qilyapman, dada. Toza havoda sayr qilsam, yengil tortaman deb o'ylagandim. Yolg'iz qolmoqchi edim. Nega bunchalar baxtsizman? Qaysi gunohlarim uchun bunday jazo olyapman? Nima uchun? Avval Ranvir, keyin Sharman. Munosabatimiz uzilishi kerak bo'lsa, mayli uzilsin edi. Lekin hammaga sharmanda bo'lib, tuhmatlar ostida qolganim adolatdanmi? Dada, bugun men tufayli yuzingiz yerga qaradi. Bolaligimdan to bugunga qadar menga quvonch, baxt tilashdingiz. Barcha tilaklarimni bajo keltirardingiz. Lekin men sizni baxtli qila olmadim. Ba'zan ayb o'zimda bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Shuning uchun ham har gal baxt mendan yuz o'girsa kerak. Sizga ham aziyat yetkazdim. O'zimni qo'lga ola olmayapman. Mendek qizingiz bo'lmaganida balki bunday sharmandalikka duch kelmasmidingiz? Yo'q qizim, unday dema. Dada! Dada! Dadajon! Dada! Kim bor? Dada! Shundan qo'rqib turgandim. Anchadan beri yuraklari bezovta qilayotgandi. Nega doktorni chaqirmading? Tezroq qo'ng'iroq qil. Dada! To'xtang! Dadamni kasalxonaga olib boramiz.
Ko'taringlar. Ranvir. 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 Oyi, akamga qo'ng'iroq qilib tusholmayapman. Ofisga qo'ng'iroq qilib ko'r. Kimdir bo'lsa kerak. Bu yerda nimalar bo'layotganini ayt. Tezroq. Bora qol. Xo'p, hozir oyi. Doktor, dadamning ahvoli qanday? U hamon behush. Hech nimani sezmayapti. Keyingi 24 soat o'ta xavfli hisoblanadi. Uni reanimatsiya bo'limida olib qolamiz. Tashvishlanma. U meni do'stim. Qo'limdan kelganicha uni davolashga harakat qilaman. O'zingni ehtiyot qilishing shart, qizim. Sendan iltimos. Dadang uchun Eng o'zingni yangi asra. kino va Hozir uyga seriallar bor. faqat Biroz Ria dam olib Play keyin platformasida. kelarsan. Yaxshi tomonga o'zgarish bo'lsa, dadangni ko'rishing ham mumkin. Xo'pmi? Bora qol. Rahmat. Ey Xudoyim. Iltimos, dadamni o'zing asra.
ishani ishani qayerda eding? Senga nima qildi? Rosa qo'ng'iroq qildim. Nimaga javob bermading? Nega hech nima demayapsan? Hammasi joyidami? Ishani, gapirsang-chi. Aybimga iqror bo'lib keldim. Qotillik sodir etdim. Nima? Esing joyidami? Nimalar deyapsan? Yur, uyga ketamiz. Meni hibsga oling. Men Chirak Mehtani o'ldirdim. Inspektor sohib, gaplarga e'tibor bermang. Nima deyotganini o'zi ham bilmayapti. Gaplar yolg'on. Qotillik qilish qo'ldan kelmaydi. Ishani, hozirroq uyga ketamiz. Yur. Hujjatlarni rasmiylashtirib, meni hibsga oling. Buni iloji yo'q, xonim. Avval qotillik yuz bergan joyini tekshirishimiz, dalillarni o'rganishimiz kerak. Sizni asossiz hibsga ola olmayman, xonim. Janob, mashinada ashyoviy dalillar topildi. Unda qo'l soati va mato bo'lagi bor ekan. Bu soat meniki-ku. Kostyumimni bir bo'lagi. Ishonchingiz komilmi? Ha, janob. Bular menga tegishli. Bundan chiqdi qotillik yuz bergan joyda bo'lgansiz. Ishani xonim, barcha dalillar eringizga tegishli. Demak, Chirak Mehtani siz emas, balki eringiz Arvi o'ldirgan. Janob Arvi, hibsga olindingiz. Yo'q. 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 Chirakni